Jonlar, sizlarga rosa ham kerak bo'lgan ma'lumot. Mana biz atigi 30 haftaligimiz, lekin yo'ldoshimizni ko'rdik, ammo oqarib yotibdi. Aslida yo'ldosh tiniq bo'lishi kerak, bir tekisda bo'lishi kerak. Bu yerda katay oqarib turgan silantlilarda aytganda qarib qolgan yo'ldoshi. Bunaqa vaziyatda nima qilinadi? Bola faqat kuzatuv qilinadi. Kerakli lecheniya nima? Qon suyultirish bilan, gemoglobin ko'tarish bilan olib boriladi. Buni ginekologiyalar shug'ullanadi. 30 haftalik juda kichkina srok. Ayrim homiladorlarda 40 haftalikda ham bunaqa yo'ldosh qarishi bo'lmaydi. Bunaqa vaziyatda sizlarni nima kutishi mumkin? Har doim emas, ba'zan yaxshi ketishi mumkin. Kutishi mumkin, bola vesi kam bo'ladi, erta tug'ilishi mumkin, ya'ni dard ertaroq kelishi mumkin, lekin kamdan kam holatda yo'ldosh ko'chayotganda, ya'ni tuqqaninglarda yo'ldosh ko'chayotganda ko'chish qiyin bo'ladi, qo'li bilan ko'chirib olishi mumkin. Bu holat yaxshi emas, baribir ham umumiy olib qaraganda. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Bu ayolimizda taxminimizcha bu tabiiy tug'ma shunaqa. Tug'ma yo'ldoshlari shunaqa erta qarib qoladi. Chunki avvalgi bolalarda ham shunaqa erta qarib qolib